Soliq bazasini yashirish. Yashirilgan soliq bazasi summasining 20% miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Soliq kodeksiga muvofiq quyidagilar soliq bazasini yashirish deb e'tirof etiladi. Tovarlarni realizatsiya qilishdan olingan tushum summasini hisobga olish registrlaridan aks ettirmaslik. Yuklarni tovar, kuzatuv hujjatlarini rasmiylashtirmasdan yoxud soxta hujjatlar bo'yicha tashish. Hisobda realizatsiya qilinmagan deb ko'rsatilgan tovarlarning omborda yoki realizatsiya qilish joyida mavjud emasligi. Rasmiylashtirilmagan tovarlarni saqlash, ulardan foydalanish va realizatsiya qilish. Tovarlar realizatsiya qilinganidan dalolat beruvchi hujjatlarni almashtirish, soxtalashtirish yoki yo'q qilish. Qalbaki birlamchi buxgalteriya hujjatidan foydalanish. Nazorat, kassa texnikasining fiksal xotirasi xizmati dasturiga noqonuniy ravishda o'zgartirish kiritish. Foydalanilmagan moddiy xarajatlarni foydalanilgan deb ishlab chiqarish hisobotiga qo'shish. Tovarlarni sotishdan olingan tushumni hisobot davridan keyingi davrga o'tkazish hajmini va daromadni qasddan kamaytirish. Yoqilg'i energetika resurslari xarajatlarini va amortizatsiya normasini sun'iy ravishda oshirish yoki normativlarni noto'g'ri qo'llash. Ish beruvchi bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan xodimlarning haqiqiy ish haqqi summasi soliq hisobotida aks ettirilmaganligi. Mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi xodimlarning soliq hisobotida aks ettirilmasligi. Realizatsiya qilingan tovarlar qiymatini hisob hujjatlarida haqiqatda realizatsiya qilingan qiymatidan pasaytirilgan narxlar bo'yicha aks ettirish. Qazib olingan foydali qazilmalar hajmining soliq hisobotida to'liq aks ettirilmaganligi.